Kvartira narxida 200 kvadrat hovli joy sotuvga chiqdi. Manzilimiz Urganch shahar, Sputnik Banisani yonboshidan kirib kelasizlar. Bu tarafdan bo'lsa, Azamat pivoxonaning do'konining yonidan kirib kelsangizlar, to'g'ri kelasizlar. Ko'chamizga o'tib turganlaringizdek keng, aldilari ham bu yeri kengina. Tinch mahalla, Girpom birinchi tochka. Shu joyimizda uglovoy joy, 200 kvadrat, kvartira narxida. Shuni hozir sizlar bilan ichki va tashqi taraflama obzorini qilamiz. Ko'rib turganlaringizdek oldinda shuning zilonli zonasi bor, gulottizi bor. Navis qilingan. Girishimiz damir eshik. Uyamizdagi damir eshik. Bu yerimiz dalon. Bu yerimizda umumiy katyol joylashgan. Shu yerimizda pirxo'ji joylashgan. Konditsioner ham narsasi bor. Shu ko'rib turgan mebelaringiz pul kelishimizda qoladi bu. Dalonimiz ham keng, ko'rib turganlaringizdek. Chap qo'limizda zalimiz bor. Zalimiz ham 3,5-7 metrlik zalimiz bor. Lyustrolar qo'yilgan. Avoylardan chiqib o'tdi, pardalar qistilgan, gilamlar döşalgan, ajoyib avoylardan qistilgan. Bu yerimizda to'y zonasi bor ekan. Dalonning uzunligi 3,5-10 metr. Bu yerimizda spalnimiz bor. Bu yerimizni deski sifatida qo'llansangiz bo'ladi, shasida bo'ladi, deski qilib. Bu tarafimizda kuxnya bor, kuxnya joylashgan. Şu ko'rib turgan mebellar esa mana siz qoladi. Do'rimizda sanuzel. Bu yerimizda yana bir spalni joylashgan, kattalarning spalnisi. Ko'rib turganlaringizdek, spalnimizning aynasi bog'a qaragan. Shu mebellar ham kelishimizda qoladi. Kuxnyadan shu yerimizdan sanuzelga kelsak bo'ladi. Sanuzelimiz ham polni kafedan chiqib ishlab turibdi. Issiq sovuq manasi bor, arison qo'yilgan. Bu tarafimizdan bog'a chiqamiz. Bog'imiz ham ko'rib turganlaringizdek katta. Atizlar ham katta qolgan. Yer maydonimiz 200 kvadrat. Bu tarafimizda letniy hojatxonasi bor ekan. Bu yerimizda ochiq garaj sifatida foydalanib turibdilar. Garajdan chiqqanimiz yana girpi. Bu taraf psixonisani qoqsasi. Bu tarafdan kelsangiz apteka, psixonisani oldi. O'pka bonisani oldi, 31-maktab joylashgan. Shu yerimizda yer maydoni bor yana. Bu yerda do'kon qilsangiz bo'ladi, bemalol. Ko'rib turganlaringizdek hovli joyimiz uglovoy. Xohlagan ishingiz qilsangiz bo'ladi shu yerda. Toza xo'jaliklar joylashgan bu tarafimizda. Bu hovli joyimiz 200 kvadrat, uglovoy joylashgan. Naqd pulini keladigan bo'lsak 650 million. Kelishidan yeri bor. Keling, ko'ring, telefon qiling, kelishib beriladi. Qanday savollaringiz bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlari yoki bo'lmasa kommentariyada telefonlarga telefon qilishingiz mumkin. Savollaringizni kommentariyada kutib qolaman. Bo'lmasa hammaga katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.